Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Internetda shov-shuv bo'lib ketgan Rahmon aka bilan meni o'rtamda bo'layotgan gap-so'zlar. O'shanga men qisqacharoq tushuntirib berib o'tib ketaman. Ko'pchilik o'ylaydi, menga Rahmon aka mashina podarka qildi deb. Meni mashinam hech kim menga mashina podarka qilmagan. Mashina meni o'zim nomimga 3 yilga 8 million 800 mingdan kreditga chiqqan. Men endi shuni xalqimizga yetkazib qo'ymoqchiman. Mashina meni nomimga 3 yilga kreditga chiqqan. Mashinaning tan narxi 17.500, 3 yilga 8 million 800 mingdan chiqqan. Keyin Rahmon aka aytgan, Rahmon aka bilan kelishganimizda nima yordam qilay degan, aka bitta mashina qilib bering deganimga, bo'ldi, bosh to'lovini to'lab beraman degan. Bosh to'lovini to'lab beraman degan. Keyin yana 3 oy, 4 oy to'lab tursangiz, keyingi boyingizni yutsangiz, nasib bo'lsa chiqib kulish beraman, hamma to'lov o'zimga o'tadi degan. Men xursand bo'lganman, bo'ldi aka, gap bo'lishi mumkin emas deganman. Keyin shunday bo'ldi, boyimizga bir 15 kun qolganga saperligim tram bo'lib qoldi. Menga zaminaga saperlik chiqmadi, bizlarda boyimiz atmen bo'lib ketdi. Keyin Rahmon aka aytdi, bizlar bunga kelishmovdik-ku, boyingiz bo'lish kerak edi dedi. Aka, menda ayb yo'q. Liga просто menga oddiy bola bermaydi. Men nastoящий boyesman, piarchi emasman. Nastoящий boyesman, menga nastoящий chempionlikka da'vogar bo'lib kelgan boyeslarni beradi dedim. Keyin men aytdim, aka dedim, nasib bo'lsa Toshkentda Xumor arenada 21-sentyabrda boy bo'ladi, shunda chiroyli boy qilib beraman dedi. Esli dedi, Toshkent 21-sentyabrda Xumor arenada bo'lsa dedi, kelishuvimiz o'zgaradi, 150 million to'lab beraman dedi. Boy yutsangiz dedi. Bo'ldi dedim, bir nasib bo'lsa, ha mayli, qarna dedim, shu 150 million to'lab bersa ham, mashina 308 million menga juda katta pulda u. Men oilam hech kim ishlamaydi to'g'risi. Hech qanaqa oylikli ishga ishlamaydi. Men aytdim 150 million Rahmon aka to'lab bersam, inshaalloh bir dastoyni boy ko'rsataman deb turdim. Keyin boyga bir oy vaqt qoldi. Menga boy qilib beraman degan akalarim, "Davay, sen trenirovkangni bos. Boy bo'ladi 100% dedi. Men trenirovkani O'zbekistonda bosdim, oxirgi 20 kun qolganga qarz-parz qildimda, meni zalim Peterda bo'lgani uchun men Peterga zalimga keldim. Keyin bir hafta qolyapti, saperning yo'q, men telefon qilyapman, men tayyorman, saperni beringlar, meni mashinam, kreditim kutib turibdi. Men daja Allohi, men boyga bezganlar chiqishga rozi bo'lganman. Agar yolg'on bo'lsa, men ko'pchilik biladi, o'sha organizatorlar, Oktagon ligalar, boy organizator qilayotgan odamlar biladi. Men boyga bezganlar chiqmoqchi edim, radi kreditni yopish uchun. Men to'g'risi. Keyin menga saperning chiqmadi 21ga. 21ga saperning chiqmadi, keyin Rahmon aka aytdi, "Uka" dedi, "21da saperning chiqmasa kelishuvimiz bekor bo'ladi" dedi. Men aytdim, "Ha, inshaalloh chiqib qolar" dedim. O'shanda bir hafta qoluvdi boyga. Keyin saperning chiqmadi, bizni kelishuvimiz, qarochi, Rahmon aka bo'ldi dedi. Endi o'zing anaqa qilaver, meni ham xarajatlarim ko'p dedi. Keyin qarochi hamma kredit o'zim nomimga qolib ketdi. Yaqinda keyin video qo'ydim. Brekda akalarimiz, "Davay, videoni qo'ygin, seni kim yordam beradi? 8 million 800 mingdan qayerda to'laysan" dedi. Yaqinda bitta video qo'ydim, keyin videom уже tarqalib ketdi butun O'zbekistonga. Ko'pchilik o'ylagan ekan, mashina menga podarka bo'lgan deb. Lekin keyin men xalqqa yetkazib qo'ymoq uchun bu videoni yozyapman. Menga mashina hech qanaqa podarka bo'lmagan. Mashinani hozir 8 million 800 mingdan oylik to'lab yuribman. O'zim Rossiyada kelib ishlayman. Men shu nechta boy urishgan bo'lsam, hammasi stroykada ishlab, men titulni boyga urishganman. Habibdan beri men telefon kutaman. Bitta normalniy mujik, hali festa chiqib mujiklik qilasizlar-ku. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagilarga tegishli. Shunaqa qilib bir aloqaga chiqinglar, kutyapman sizlarni, jigarlar. Agar gapirgan gaplaringga destva qilib, gapirgan gaplaringga javob berib, sizlar haq bo'lib chiqadigan bo'lsalaring, mana shu jentrani podarka qilib yuboraman. Agar o'g'il bola bo'lib, erkak bo'lib gaplaringga javob bera olmay qoladigan bo'lsalaring, ikkita odam qo'yamiz, men tarafda, ikkita odam qo'yamiz sizlar tarafda, ikki taraf eshitib ko'riladi. O'shandagina bir qarorga kelinadi, kim to'g'ri, kim noto'g'ri. Agar noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsalaring, xalq oldiga uzr so'rab chiqasizlar. Mujiklar, qanisizlar? Mana shu jentrani podarka qilib yuboraman. Agar gaplaringga destva qila olmasalaring, yoniga bitta jentra qo'yib qo'yasizlar. Bormi mujik gapirib chiqqanlar, kutib qolaman sizlardan. Haytda esa bosib yotibsizlar. Bizga kontent kerak bo'lsa, biz bayeslardan foydalangan emasmiz. Oldindan Rahmonali bo'lib kelganmiz, hozir ham Rahmonali bo'lib yuribmiz. Prosta ba'zi bir xotinga o'xshaydigan bolalarni deb turib, ba'zi bir yordamga muhtoj sportsmen ukalarimizni yordamimizdan qo'limizni sovutib qo'yapsizlar. Odilxon ukamiz esa biz hech qachon hech kimga husumatimiz yo'q. Aytadigan gapimiz, siz ham trenddan qolmay debsizlar. Shu festdan bir foydalanay debsizlar, ukajonim. Omadingizni bersin.
bizda aytadigan gapimiz, sizni shapaloq yegan videongizni ko'rib chiqdim. Sizni og'riyingiz uchun ham albatta erkak bo'lamdan Xudo xolasa javobini olamiz. Anvarga keladigan bo'lsak, Anvarga men olganman kredit olma, eplolmaysan, Spark olib mingin deganman. Yonida ikkita yigit bo'lgan, ikkita yigit ham ertaga kelyapti Xudo xolasa. O'sha ikkita do'stini o'zi kerak bo'lsa video qilib murojaat bilan chiqadi. O'zi kreditga men o'zim to'layman aka deb turib olgan. Agar 3 oydan keyin 3 oy ichida to'laysan deganman, videosi turibdi Instagramimizga. 3 oyda ichida boy qilib bersang deganman, yutsang, o'sha boyda mashinani to'lovi, oylik to'lov menga o'tadi deb turib aytgan videomiz, kelishilgan narsalar hammasi Instagramimizda bor. Prosta ba'zi bir MMAda yurgan, mana bu nimada yurgan oti nima edi? Yo'q, mana shu. Ba'zi bir bayis ukalarimiz ularga aktiv kerak bo'lganligi uchun hype qilib yotibdi. Ya'ni kreditga вообще bazam qochib qoldi. Aka, Anvar aka anchadan bir gapirib yuradi. Aka deb. Mayli, xo'p, masalan, Anvarni o'zi oldindan bilgan bo'lsa taqdirda ham aka shu narsani bilgan deyapti. Unaqa qilyapti, bunaqa deyapti. Aka, shuncha pul sarflayapsan-u, hype qilyapsan-u, vertolyotlar minib. Ber o'sha qiynalgan bola 57 da Anvarni yutadigan bola yo'q, pakashto aka O'zbekistonda oktagonda. O'sha bola bitta chempion, necha 10-0mi, 11-0 ham. Yordam bersin o'sha bolaga aka, dushi. Shundoq. Bo'y qilsin, bitta bo'y qilsin, nima bo'y qilsin? Bo'y qilish aka maqsad nima? Bo'y qilsa avtolizerni olib chiqadi, ko'taradi, keyin soqqini to'la beradi. Shunday Alloh uchun yordam qil, bo'ldi, u bola UFC'ga ketadigan bola, harakat qilib, hech kim unutmaydi. Bayez, masalan, agar sizga birorta sponsor yordam bergan bo'lsa, o'sha insonni unutib qo'ymaysiz, to'g'rimi aka? Любой bo'ydan keyin aka, dushi deb qo'yasiz. Yo bo'lmasam rahmat aytasiz, borib tur aka, shunchalik qo'llab-quvvatlayapsiz. Rahmat deysiz. Bu qarochi bitta bo'y qilasan, bo'y yutsang, keyin qarochi yopib beraman bo'yini. Unaqa narsalar bo'lmaydi-da, to'g'ri kelmaydi-da. Qiynalib turgan haqiqatni dadasiga olib borib bergan aka bu narsani. 8,5 million kredit o'ylayapsizmi aka oyiga? Bechora hop Peterda yuribdi hozir. Peterda ham ishlayapti, ham turmushga qilyapti. Dadasiga mashina bildirib qo'ygan. Uyiga aka odam boradi, 10 kun kechikib qolsa, 5 kun kechikib qolsa, kredit to'ladi. Dadasi nomiga olingan, dadasiga telefon qiladi. To'lang kreditni deb aka. Rahmon akani hamma tanisa kerak. Hozir har xil gaplar, negativ gaplar kuchayapti. Meni shaxsiy fikrim, bu inson faqat o'zbek sportsmenlarini qo'llab-quvvatlaydi, yurtdoshlarini boshqa davlat oldida, boshqalar oldida hech qachon xafa qildirib qo'ymaydi. Adilxon Saturn. Voy, направляет. Направляет. Mayli, Odilxonni, Saturnni, Taysonni aytgan, ular normal urushni bilmaydi. Media qiladiganlar yoqmaydi bu insonga. Hammasi Tayson Powerga bilmasalar bilib qo'yinglar. Zato u inson Erkibo'lanni yomon ko'radi. Erkibo'lanni kamarini O'zbekistonga olib kelmoqchi. Shuning uchun Bayez qidirib, topib Erkibo'langa qarshi tayyorlayapti. Degan nima, muxlising degan nima? Fanat. Моим семье. Так любит тебя. Мы не поддержим их. Мы не поддержим их. Ular o'rtoqlar hech qachon hech kimga ishonib, kimdir bizni podдержка qiladi, kimdir ko'taradi degan narsani xayollardan chiqarib tashlaydi. O'zimizga o'zimiz sponsor, ota-onamiz sponsor, Allohim sponsor. Bo'ldi. Shunday ekan, to'xtamaymiz. Hammaga omad yor bo'lsin. Bizning yo'limiz juda ham uzun. Atrofdagi narsalarga e'tibor beramiz. Hammaga omad yor bo'lsin. Barchaga